Instagramdagi bo'layotgan voqea. Bitta video ko'rib qoldim, O8+ga targ'ib qo'ygan video va kirdim. Akkauntiga kirsam, millionlab prosmotr bo'layotgan. Shunaqa O8+ videolarni qo'yaveryapmiz. Ishonsanglar, mana Andijonda 10-sinfli qiz o'zi tungi kapalak bo'lib chiqyapti. Nima uchun ma'noli video qo'ysak, video ko'tarilmayapti? Shu narsa bu achchiq haqiqat. Men misol uchun kechagina bitta bolani videosini qo'ydim, ma'noli вообще ko'tarilmagan. Nima uchun ko'tarilmayapti bu narsa? Chunki shu O8+ video chiqqanda bitta like bosyapsizlar, lekin mana yerda achchiq haqiqat gapirgan insonga birorta ham like, komment bosilmaydi. Men bu bilan like, komment bosinglar demoqchi emasman. Sal bo'lsa ham uyg'onaylik. O8+ hozir targ'ib rosa kuchayapti do'stlar. Lekin ma'noli video hech qachon kuchaymayapti.